Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka rozu. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sağa 2020 yıl 12. ayının 23. günü hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge vaziyet doğrusunda avval sözleyli. Bugün tertipini buzduğandek durumuz. Demek ahırda sözleydiğin vaziyetini hazır sözleyli. Bunun sebebi ne desiniz? Manazı işki torbeti çıgılık duruptu. İşkilisi Tayvan'ın birisi pulga qaraydıgan yılla, yani birisi halkılık beytle. Bu işki tor filmde hazır Tayvan'ın bu siyasi yolları sözlep çıktı ki Tönegülletin Kore yerim arılada Rusya'nın hava armiyası ve Cungo'nun hava armiyası birlikte Kore yerim arılada aldığa keynige uçup digidek. Yaponiya denizge ve Yaponiya devletine kıstap gelip digidek. Man verme emas, lekin şundak bir hareket başlaptı, şu hareketini kılıptı. 19 aeroplan dep men yazma haberde kördüm. Lekin bu pulga qaraydigan yılla 19 degen sanını ottırgı çıkamıdı. Bularning koygan mavzusu hazır Rusya bilen Jungo birleşti bir as deydi. Arandaki Yaponiya ile Amerika birleşido elbette tabii halde birleşilik demekçi. Şununla koygan mavzudu yani birisi bula Biden hükümetini, Joe Biden hükümetini sınap bekıvatamdı, imtihan alamdı dep. Şunundakin andın pulu qaraydigan yılla degendi yani bir haber, bu haber hem okşaşlı bunundan verildi. Bu ciddi peytler degende. Nime desiniz? Del muşu ağırlıkta Amerika Koşmuş Ştatlarının Alyaska'da turuştu harbi küçü. Harbi koç Amerika'nın yüzünü körsettiği deydi. Kay şekilde körsettiği yazma haber yok. Bunun haberde suretlerini köydü. Qatar tızılgan aeroplan, harbi aeroplan. Bu vaziyetteki tuyuksuzlu ciddi özgürüş koyu hürmetli vatandaş. Biz burundan tatip sizge vaziyetni sözlep kelyaptymyz ki vaziyetning bu halda bo'lishini tasavvur qilmagan to'q hamda kutmagan to'q deyli tuyuqsiz vaziyetda bu xil o'zgarish o'tirg'i chiqdi deyli. Yani birisi bugun atdiganda Chimpokon tahlil qildi, sizlarga tanishliq. Nima deb tahlil qildi? Mo'shtirixda shu paytda hozir Jongoda elektr tok energiyasi kamchil bo'lib qoldi deydi. Guangdong atrafıda, Pujan, Zhejiang atrafıda, şehirde ahalilarda öyde internet tok bu işlemedi deydi. Halk hazır naiti bir perişan deydi. Bunun sebebini 3 noktadan düşündürdü. Birinci noktası, Avustralya hükümeti yakından biri Jungo'ga eksport kılıdığan tömür rodisi ve kömür maddeleri qatarlıq mahsulatlarını eksport kılışını toxtattı deydi. Əməliyyatda bunu Avustralya özü toxtatmadı. Şu toxtatışqa sebep koygan devlet Jungo özü. İkincisi, Jungo uğraşqa kiremdi, yoki uğraş açamdı deydi. Endi bu noktada nima demekçilisi tokni işletiş gerek, tejash gerek deydi. Üçüncüsü, agar urush davri kirsa, az to'la hech kim bilmaydigan tarzda bir manevr qilish gerek deydi. Masalan, aholini tokdan ayirib etish, elektr energiyadan ayirib etish. Bunun sebebi aholi internet orqali aloqa qilib bo'lmaydi. Yoki internet orqali aloqa qilishi hukumatga qarshi bir ishtarisi bo'lmaydi degan ma'noda bo'lishi kerak. Shunlashqa hozir tok energiya masalasi jiddiylashdi. Avstraliyaning sababidan dedi yuqoridagidak. Undan keyin ikkinchi nuqtada hozir Jonanxay. Bu hukumatning ichki qismida ziddiyatlar keskinlashdi deydi. Bundaq tahlil qilish, tadqiq qilish Xitoy nazariyachilarining, demokratlarning odati. Endi bunu adet demisiniz mi? Elbette şundak buludu. 2 adam, 3 adam bir yerga kelsa ittifaqlaşıdı. Nima için ittifaqlaşıdı? Maksat nima? Prensip nima? Ziddiyetleşidi. Nima için ziddiyetleşidi? Maksat nima? Prensip nima? Menfaat nima?
Masalan, bir millat o'zi ayni vaqtda bir gavda, bir etnik gruppa, ya'ni shu millat ayni vaqtda bir manfaat guruhi tashkil qila olamdi yo'q. Bir manfaat guruhi bo'lib o'ttirg'i chiqa olamdi yo'q. Bir manfaat guruhining siyosiy vakilini o'ttirg'i chiqara olamdi yo'q. Buning o'zi ijtimoiy jamiyati yoki mustamlika millatga shundoq qaratilgan bo'lsa bu sababli va ishlar amaliyotda bunda hozirgi davrda deyli, urush davrida bo'lsin deyli, hozir islohot tinchlik davrida bo'lsin deyli. Endilikda Jungnan Xaydi ziddiyatning o'ttirg'i chiqishi meli. Xitoy ziyolilari odatlansin yoki odatlanmasin, bu tabiiy ish vatandosh. Men boshda aytdim-ku. 4 odam bir yerga keladi shundoq manfaat nuqtai nazarida ziddiyatlashadi. 4 odam bir yerga keladi shundoq manfaat masalasida birlashadi degandekli bir gap vatandosh. Jamiyat boshlanma. Cemiyet şunaq. Hazır xalqaro vaziyat nuqtai nazaridan kuzatsangiz, Xitoyning ichki vaziyati va davlat ahvolidan kuzatsangiz, Xitoyning Jungnan Xaydi ziddiyatda o'tkirlashadigan, keskinlashadigan paytdan yetib kelganligi biroz. Şuna hazır elektr manbalari, elektr tok manbalarining uzilib qolishi, to'xtab qolishi mushuninga ikkinchi darajada, ikkinchi turda mushuninga munosabatlik deydi Chimpokong. Yana bir nuqtadan aytsak, hozir Avstraliya deydi, to'xtatdi tokni, temir rodisini, ko'mirni. Buning bilan energiya kamchil bo'ldi. Tuyuqsizlar Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi nima dedi? Wang Yi hozir jilva qilishga boshladi Avstraliyaga deydi. Undaq odam nima ziddiyatlardan Avstraliya bilan? Nemishqa elishdi, maqsading nima edi? Kichik bir davlat degan Avstraliyani shundoq, lekin o g'arb lagerdagi davlat, unutib qolma. O'zi Osiyoda bo'lsa-mu, Avstraliya g'arb lagerdagi davlat. Buni unutib qolma Jungolik apandi. Nopusi oz bo'lsa-mu, Avstraliya Okeaniya deb ataladi, uning zimini bir qit'aga barobar zimin. Hazır endi kichikkina bir davlatni tahlil qiling vatandosh. Siz Amerika Jungo munosabati nima? Amerika Yaponiya munosabati nima? Amerika Rossiya munosabati nima? Mushlar qiziqib keldik, so'zlab mushu doirada so'zlab keldik. Tarixda, siyosat tarixida va yoki ijtimoiy madaniyat tarixida va yoki dunyoning urush tarixida ko'p ballarda hal qilg'uch omil siz ko'zlayotgan sizning tasavvuringizdagi, sizning daftaringizdagi hodisa emas, hurmatli vatandosh. Tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan voqealar. Tarixning taraqqiyoti jarayonida tuyuqsizligi muqarrar. O'ttirg'i chiqqan voqealar shu voqeaning xarakterini, tarixning taraqqiyotini belgilaydi vatandoshlar. Bugun siz ko'rib turing, men Avstraliyani tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan deyishim kerak. Nimishqa? Xitoy bilan bo'lgan sheriklashayotgan munosabatda. Gerçi Avstraliya yaqinda bir Hindiston, Yaponiya bu 4 davlat ittifoq qurilib bo'ldi, Amerika. Bu 4 davlat ittifoq qurilib bo'ldi. Hozir Xitoy hukumatı bu Hindiston, Yaponiya, Amerikaga gap qilolmay, bo'zak etaman deb Avstraliya gap qilibdi. Ishning natijasi aksi taraqqiy qildi vatandoshlar. Energiya kamchil, tok manbasi kamchil, Jungoda bu narsa tugash dedi. 3-nuqtada tok manbasining kamchil bo'lishidagi sabab hozir Rossiya Jungoni elektr tok bilan ta'minlaydi ekan. Men buni tunji qatim angladim, hurmatli vatandoshim. Siz anglagan bo'lishingiz mumkin. Men bugun tunji qatim angladim. Hozir bugungi hisobda qaraganda har yili Jungoni tok energiya bilan ta'minlaganligi uchun Rossiyaga Jungo hukumat 800 million xalq puli hisobida pul to'laydi ekan. Biroq bugun Rossiyaning tokni to'xtatganligi, elektrni to'xtatganligi baho yoki ziyon tortganligini sabab qilibdi. Bugun tuyuqsizlik hech qachon anglab boqmagan siz. Harbiy jihatda Rossiya bilan Xitoy birlashib osmonga chiqibdi aeroplanlari. Harbiy jihatda Xitoy bilan Rossiya birlashib bir kishiga qartilgan harakat boshlabdi degan narsa bo'lib boqmadi. Lekin manevr qilib boqdi. O bir boshqa hodisa. Birleşip manevr qildi, o boshqa bir hodisa, lekin bugun tuyuqsiz Koreya osmonida paydo bo'lib qoldingiz. Buning sababi nimada? Mushuninga hayron biz vatandoshlar ham. Buning sababi nimada? Vaziyat mana shundoq.
Muşundaq kelyapatdı, şundaq tuyuqsuzluk geldi, tuyuqsuzluq o'ttirg'i chiqdi. Hörmetlik vatandaşım. Endi Hindistan, pullu qaraydigan yıllarda Hindistan'ı görüştüp, Hindistan'da bir top, bir zembrek payda boptu. Hazır onun tasviridan aytqanda, bu tasvirini aytqan dünyada birinchi darajelik deydi. Bunun bilan Jungo hujum qilishi mumkin. U bu degan gapni qistirib qo'ydi. Vaziyat mana mush yerda. Hayron qolasiz, bugun manvir emas yoki boshqa. Rossiya aeroplani, harbiy aeroplan, Xitoyning harbiy aeroplani 19 dona. Bu Koreya osmonda uchib o'tdi deysiz. Anadan keyin qaytib kelib yana nima deysiz? Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kuchi Alyaskada o'zini ko'rsatdi. Alyaska shtatida o'zini ko'rsatdi deysiz. Vaziyat mana shunday tuyuqsizlik ichida yuz beryapti, hurmatli vatandoshim. Bu vaziyetimizni so'zlab bo'ldik. Endi sizlarga leksiya so'zlaymiz vatandoshlar.